Yunusobod 15-kvartal metro Turkistonning ro'parasida yulduzidan ikkinchi dom botib bizda sotilayotgan 2 xona 3 xona qilingan mana shu birinchi etajimizda 4 etajli binomiz. Общий maydonimiz esa 50 yoki 51 kvadrat shunaqa taxmin chiqib kelyapti. Uy egalari 67500 AQSh dollarida so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylari bor. Oldida огородlari bor, orqasida ham огородlari bor. Infrastruktura lokatsiyalarimiz zo'r. Egalarining telefon raqamini opsiyada qoldiraman, o'zlariga aloqaga chiqarasiz. Birgalikda uyga ko'ramiz. Abi, asosiy podyezddan kirish eshigimizda kirishimiz bilan uzungina prixochkamiz bor. Elektrik santexnika hammasi yengillangan. Keling, o'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bizda birinchi sanuzellarimiz bor. Chiroyli sifatli kafeli taqilgan kir mashinalar o'rnatilgan. Keling, davom etadigan bo'lsak, chap tarafimiz bizda spalnimiz bo'ladi. Chap tarafdagi spalnidan biz orqa tarafdagi огородga chiqadigan eshigimiz ham mavjud. Keling, bu tarafimiz bizda zalimiz bo'ladi. Shu uyimizda 2 xona 3 xona qilingan. Remont, mebel texnika. Videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz hamma narsa qoladigan. Zal bilan balkon oraliq ochilgan, oshxona shu balkonga qo'shilganda, bu yerga o'zingiz uchun chiroyli stroyni kuxona garnitur yasatirib qo'ysangiz, mazza qilib foydalanasiz. Xolodilniklarimiz bor. Bu yog'imizda esa bizda 3-xonamizda bitta как spalnik, как детский qilib дополнительный foydalansangiz bo'ladi. Manzil lokatsiyasi zo'r 67500 AQSh dollarida kelishiladi. Telefon raqam egalarining nomerini opsiyada qo'yib beraman, aloqaga chiqaverasiz.